Hokim o'rinbosarlari soni qisqartirilishi mumkin. Tuman va shahar hokimliklari faoliyatini takomillashtirishga doir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, tuman va shahar hokimlari o'rinbosarlarining soni 4 nafar etib belgilash taklif qilinmoqda. Bugungi kunda tuman hokimlarining 6 nafar o'rinbosarlari bor. Shuningdek, farmon loyihasiga ko'ra 2026-yil oxiriga qadar 32 ta tuman va shaharda boshqaruvning yangi tartibi joriy etiladi. Unda 9 ta vazirlik va idoraning hududiy bo'linmalari hokimlik tuzilmasiga o'tkaziladi. Jumladan, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi, Madaniyat vazirligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Yoshlar ishlari agentligi. Shu bilan hokimlar ushbu tuzilmalarga to'liq rahbarlik qilib, shtat birliklarini mustaqil belgilaydi, kadrlarni tanlaydi va ozod etadi, rag'bat yoki intizom choralarini qo'llay oladi.